Sizlar bilan birgalikda 7 million 740 ml sarpa setini upakovka qilamiz. Bu mijozimiz hech bitta aksessuarlarni o'zlari tanlamadilar. Hammasini kiyimlariga moslab, o'zim ideya qilib yasadim. Va uyimdagi tayyor narsalarni ham videolarini tashlab berdim. Ularni ham hammasini oldilar. Uyimda umuman tayyor aksessuar qolmadi. Har bitta kiyimlarga moslab yashil, qizil, tilla rang, fioletoviy har xil qilib yasadik. Bu anor aksessuarlar anor adreslariga yasadim. Qaranglar, qanaqa chiroyli chiqqan. Agar siz ham shunaqa noodatiy aksessuarlarni yasashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizni prof kursimga taklif qilaman. 30 dan ortiq sifatli darsliklar, eng asosiysi yangi trendga chiqqan o'rimli yubka, kofta, ro'mol, o'yinlarni bemalol o'zingiz to'qa olasiz. Darslik sizda qolish muddati 1 yil, 2 oy hamma savollaringizga javob beraman. Mana shu koftani ham to'qishni o'rganasiz. Siz o'zingiz uchun to'qiysiz, xohlasangiz bularni o'rganib bemalol biznes qilsangiz bo'ladi. Meni o'quvchilarim oyiga 10 million, 8 million, 5 million, eng kami 2 million daromad qilishyapti. Kursga yozilish uchun profilim shapkasidagi silkaga murojaat 1 740 mingga olgan bo'larmidingiz?